Hurmatli Tekshov obunachilari, bugun sizlarga obzor qiladigan tovarimizda shunaqa vakuum apparatlar bo'ladi. Uylarda meva-cheva bormi, ili nima qishga olib qo'yayotgan narsalar bormi? O'shalarni bemalol vakuum qog'oziga endi vakuumlab qo'ysanglar bo'ladi. Keladi, shuni sizlarga obzor qilib beraman. Hop, bizani vakuum apparatini olsanglar, ichida 10 ta vakuum qog'ozi qo'shib beriladi. Alohida borib sotib o'tirmaysizlar. O'zining dokumentlari qanaqa ishlatiladi, nima qilinadi, qattiqki hammasi yozilgan. Hurmatli obunachilarimiz, avvalda kamerasini uzoqlashtiramiz endi. Hop, mana kamerani ham uzoqlashtirib oldik, hurmatli obunachilarimiz. Hop, mana vakuum apparatimizni, hurmatli obunachilarimiz. Materiallarini ko'rsanglar, bir neobычный materialdan qilingan. Bunaqa oddiy plastmassa tiqib qo'yilmagan. Teglari mana shunaqa o'ynab ketib, likillab ketavermaydi. Hop, bularni qanaqa ochish? Ikkita chetidan knopkasi. Tak bosasizlar, ochiladi. Sekin ochasizlar. Bu yog'ini endi rezetga tiqamiz. Rezetga tiqib qo'yamiz. Hop, mana rezetga ham tiqib oldik. Qanaqa vakuum qilamiz endi? Vakuum paketni olamiz. Mana bu strokovkasi bor, o'rgatadigan joyi. Bu hozircha bizga kerak emas, o'zingiz uchun bog'lab olganingizni bir mana bu yerda endi qog'ozi bor, strokovka qog'ozi. Bu hozircha kerak emas, o'zingiz olganingizni bitta ko'z tashlab qo'yinglar, o'zingiz uchun kerak bo'ladi. Vakuum paketni olamiz. Ichiga mana solish kerak buni. Hop, ichidan soldik. Ichidan soldik. Vakuumni qanaqa qilamiz endi? Mana bu yerda ko'rsanglar, ikkita vakuum paketni o'zi tiqadigan joyi bo'ladi. Mana shu akkurat tiqamiz. Hop, akkuratni tiqdik, keyin ustini yopganimizda ikkita chetini bosib qo'yamiz. Ikkita bunaqa joyida knopkasi o'zi ushlab olish kerak. Hop, soldik, obunachilarimiz. Qanaqa ishlatamiz? Chap taraf, o'ng tarafda knopkasi bor. O'ng tarafni bosamiz, sekundlaydi. Ketdi. 7 sekunddan boshlaydi. 6, 5, 4, 3, 2, ketdi. Ko'rib turibsizlar, qanaqa tez qilishini, o'sha bo'ldi, yopishtirib qo'ydi o'sha. Ichida nima bo'lishini qat'iy nazarda bo'lmasini yopishtirib qo'yadi. To'g'ri tuqqan bo'lsa bo'ldi. Sekundda tugaydi, tugaganda o'zi o'chadi. Hop, o'chganda endi qanaqa qilamiz? Bu bo'ldi. Ikkita chetini bosamiz. Pak bosib ochildi. Sekin ochib, bitta ko'rdi endi mana. Zavodskiy bo'lib turibdi. Hurmatli obunachilarimiz, mana bularni ko'ringlar. Bunaqa qilib uncha-munchaga yer turilmaydi. Olganingda havo kirib ketmaydi, ya'ni. Avvalda hali umuman havo kirganda yo'q. Qapishib turibdi. Ha, bu vakuum apparatimizni endi xarid qilish uchun esa direktdan murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud.